Instagramda Reels ko'rib o'tirganimda qish fasli uchun yasalgan ajoyib applikatsiyaga ko'zim tushdi. Qobiliyatimga ishongan holda mana Mobinani bog'chasi uchun takrorlab ko'rishga qaror qildim. 7 yillik kelin va ikkita qizaloqqa onasi bo'lishimga qaramasdan, hali ham ichimda kichkinagina qizaloq bor. Ishoninglar, bunaqa narsalarni yasash men uchun anti-stress hisoblanadi. Vaqt oladigan mayda ish bo'lishiga qaramasdan maza qilib ijod qilib yasayman. Shunaqa ijodiy ishlarni farzandingiz bilan birgalikda qilishingizni maslahat beraman. Boladagi tafakkurni kengaytirib, qo'l, ko'z, nutq motorikalariga zo'r ishlaydi. Farzandimizni hayoti davomida eng ko'p kerak bo'ladigan eslab qolish va ijodkorlik qobiliyatini oshirib beradi. Bunaqa mashg'ulotlar rivojlangan zamonimizdagi gadjetlar olamida ona va bolaga ijobiy emotsional muhitni yaratib, maroqli hordiq chiqarish uchun zo'r imkoniyat. Shunga o'xshash ko'proq darsliklar va bolajonlar rivojlanishida foyda keltiradigan videolar uchun meni sahifamga obuna bo'lib qo'yish esingizdan chiqmasin. Katta-yu kichkina har bir detalni qo'lda yasalgan ijodiy ishimizga 1 dan 10 gacha bo'lgan bahoni berib, o'zingiz fikringizni yozib ketsangiz, Mubina uchun albatta o'qib beraman.